Gucci juda ortiqcha bo'yanib yuboribsan, Gucci xafa bo'lma. Juda. Burunlaringgacha ko'karib ketibdi bor qizarib. Men o'zi shunaqa makiyaj qilaman, Sardor. Abishni chiroylisan o'zi. Ha. Javob beraman gapimga. Abishni chiroylisan, burunlaringgacha bo'yanib haddan oshirib yuboribsan bile. Un zavodga kirib oldim, men shpakalovka zavodga. Qiz sizga bo'yanmagan holatim yoqadimi? Bo'yanmasam ham takoy bo'ladi. O'zi takoysan bo'yanmasang ham, ha. Bo'ldi. Nojaxon skalaysiz o'la. Opajonim zo'rmisiz? Amerikada emasman-da, Amerikada bo'lsam shunday yotqizib qo'ymaydim-da sizda. Nima qilardik? Vah bila. Odam Ikkalariga bir o'zim bir qoqishib qo'yay qani. odam tashlanadimi? Kap katta bola. Biz opa uka qarab turmaymiz. Biz turgan paytda qarab turmaymiz. Biz haqiqiy Jaydar Qashqadaryo bolasi. Qarindosh uruvchilik yo'ding. Ustidan aytmasang. Go'sht yegan paytda buni kallasi bo'ysunmay qoladi omaga sizga. Aytganini qilmay qoladi. Men bunday yotqizib, bunday yostiqlarga risobga keltirib qo'ymaydim-da sizda. Amerikada emasman tapili. Amerikada bolalar bor-ku, mana yotqizib qo'yibdi-ku. Endi bilmayapman-da, ular shunday bo'shmi yo go'sht yemaydimi ular? Hala go'sht yeydi. Go'sht yetganga o'xshamaydi, go'sht yetgan bolalar unday yotqizib qo'ymaydi. Sattorov aka sizga gap tekkizyapti, jon aka. Gap shuncha gap kerakmidi? Go'tchi lekin kampir-ku deydi, yo'q, qariniki qaymoq bo'ladi, kalangni ishlat, detga. Kalangni ishlat. Bularda bor, opit onasini yemsin, uncha-buncha yosh qizingda yo'q. Staj katta. Staj o'ta katta. 10 yillik staj bor, kamida ikkalasida. Da, bor. Ya to'g'rimi yo'qmi? Staj bo'lgan bilan yo'qmaydi Sardor. Ya, u narsa yo'q. Nega aldaysan Sardor? Shokolad olib kelma, shokoladimiz ko'p Sardor. Yedi ana shu bor-ku, ana shu video qo'ysam ham, kommentimda ham, любой efirda ham kelib odamlar aldaysan Sardor deydi bular. Zaybal bo'ldim, kim chiqardi shu harom narsani? Aldaysan-ku Sardor, 10 yillik stajimiz yo'q-ku Sardor deydi-ku. Gucci onasini emsin, nima bo'la sevgiling bitta qizni olib kelib ustiga chiqarib efirda sikishyapti. Anaqaman, men shunaqa deyishdi, Rainbowmi? Men o'zimni ko'zim bilan efirga kirsam yotib olgan, ustida bitta qiz yotib olgan, jalab efirda mamda qilyapti. Rainbow etishdi efirda sikish xotini u. Xotinini sikdim efirda. Ha, xotini bo'lish kerakki chiqib ketdi. Yo'q, men ko'rmadim videosini. U ichvosi tomi ketyapti, siz ham ulansiz ichmading. Men aytvanman, kuchim yetmayapti ichma deb. Yo, bana u do'stlar rost. Xotinimi o'sha? Xotini u. Qochi xotin. Onasini emsin efirda tashag'ini osiltirib o'tiribdi. Tursun. Blokka ketdimi? Kecha bir kirdim, padlis urishgan ekan. Tursun, jinnisan dedimda, bor edim, yotib uxlavordim keyin. Yo'q, tuvayman. Shunday ketsam yig'layotgan ekan. Padarka urdim. Efirga keldi, oldimga bunday keldida Sardor, men unday yig'lavorsa bo'ladimi? O'zidan o'zi yig'ladi. Men pastdaman, ko'tar dedim, ko'tarmadi. Bir payt yana bir aylanib kelib, yana kirsam, shortik turibdi, shortikdan tashaq mana shunday chiqib o'tiribdi. Hop, keyin blok ketmadi. Blok ketmadi. Yana chiqib ketdim. Yana bir aylanib kelib, yana bitta kirsam, oyog'ini bunday qilib, tursikda jalablardikidek qilib, ikkita yelkasiga oyoqni shunday ko'tarib olib, men ko'tim silka deyapti. Xuyet qildim ko'rib, orasiga jinni bo'lib qolyapman uni qilayotgan qilig'ini ko'rib, tushunyapsan? Yobbana ichvosi tomi ketadi, jinni. Pezdes bo'lib qopti, u dalbayob bo'lib qopti. Yobbana urat. Xuyet qildim onasini emsin. Ozod tog'o, assalomu alaykum. Yo'q, qarab, oyog'ini ko'tarib olibmi? Ya, mana ko'rganlar bo'lsa aytsin, men ko'rdim o'sha narsani ko'rib aytdim. Keyin nima qil, ustiga xotini chiqarib sakratdimi? Xotini bir tagida yotibdi ekan, men o'yladim, Rainbow dedim, onasiga
tentak bo'lib qoldimi? Efiriga bir kirib qarasam, bitta odam mana bunday yotibdi, ustidan bitta qiz yotibdi. Ko'tini bunday qilyapti. Efirda onasi sizga blokka ketmadi jalab. Xuyit qildim ko'rib. Ustida sakratyaptimi? Xotini bizidan Ustida sakratyapti. qanday bizidan Ha, o'pni ekan, xotini ustiga chiqib sakrayotgan bo'lsa. Biz o'zi qaridik, ustiga sakra olmaymiz, sakrayotgan kerak endi. Qadim nechiga kirdingiz? Yo, men sakra olmayman lekin. Kirdik Sardor, Nechiga? 35 ga kirdik. Eng shirali davrda. Zo'r payti. Qani endi 35dan 40 gacha to'xtamaysiz. Eng hozir yana deydigan paytdasiz hozir. Sattorov aka, nashani olib keling, aldaydi Sardor. Shokolad olib kelmang, nasha olib keling. Amerikada shu narsalar ochiqcha, Nozopa. Bemalol. Do'konda sotamiz. Do'konda shuna bitta aydi bilan olasiz, Manhattan Centralni joylarga borib cho'kasiz. Hech narsa demaydi politsiya. Ko'chada shuni chekib yuraverasiz. Juda chekasiz. York. Yo, banavro, nixuya себе. Серьезно? Bir xil joylarga, jamoat joyga chekmaylar dedi, stenkalarga borib cheksa bo'ladi, ochiqroq, ochiq havolarga. O'lib qolmaydi bu narsa Manhattanni o'ziga любой joyga chekadi, lekin Manhattanni любой joyda chekkanini ko'rganman. Voy bilan. Rasmi blokka ketib qolmaydimi, Sattorov aka? Amerikada bo'lmasa shunday ochiqcha sotsa, вообще dunyoning oxiri ekanda Amerika. Ha. Mana Sardor, masalan, bironta bilan biroz seks qilib tursa ham, polis kelsa ham, siz kishi bo'lgunizcha indamay turadi, keyin aytadi, jamoat joyida qilmanglar, sal panaroqqa yo bironta joyga boringlar iltimos dedi. Yo'q deb ketadi. Umuman yomon gapirmaydi bu yerga. Ko'chada. Ha? Ko'chada tars urib yotsa ham indamaydi. Ya. Berlin, спасибо. Просто. Ha? Voy bilan. Rahmat. Bu yerda men shuni kelgan paytim hayron qolganman-da, ko'rib. Shunaqa. Ko'chada chiqishyapti odamlar. Ko'chada mana masalan urushib tursangiz ham, to siz bo'shalmagunizcha buzmaydi, xalaqit qilmaydi. Keyin aytadi, agar odamlar ko'p bo'lsa, bega qilma deydi. Agar odamlar yo'q bo'lsa, bega unday qilmanglar deydi, bo'ldi. Endi odam kamroq joyda chet petrada qilsa kerak qiladigan odam. Qilaveradi. Yo, masalan, mana ochiq havo bo'lsa, u yoqda odamlar cho'milib, yuvinib, bir nimalar qilib yotgan bo'lsa, aylanib bog'da parojni yeb yotgan bo'lsa, bular sal panaroqqa borib, bir-birini gazlayveradi, hech narsa demaydi. Nixuya себе. Ko'rsatmayotsa bo'limni badanni ochiq. Anaqa, uncha kimdir zapravkasi rosa katta-ya. Biz tomonda o'tiribdi o'sha boy odam. Aldaysan-ku Sardor, dedi-ku. Oqilov yangi profil shunday ochib kelib, meni efirimda 0 dan 28 gacha paqillatib, bangillatib, urib, she'r, lubi hamma sovg'ani urib, yangi profildan 28 ga chiqib ketdi. 250 ga urib tashladi. O'sha kishi Amerikaga kelgan ekan-a? Bilmayman, men qayerdaligini ham bilmayman, Oqilov tug'an. It bo'lay yorishmaganman ham. Dam olishga kelgan ekan o'sha kishi Amerikaga. 2 martagina gaplashdim. Bir marta Ali Banatni gostida gaplashdim, bir marta o'zimni gostimga chiqdi. 2 marta gaplashdim. Men bilmayman Oqilovni qayerdaligini ham bilmayman. Prosta Jizzaxda turishini bilaman xolos. Yomon uradi. Bana uradi. Nerealni. O'zi yangi profil 28, erta shunday ko'rsalar 35, indin ko'rsalar 40, yana bir kun ko'rsalar 50 bo'lgan bo'ladi yangi profil. Ha, shuning uchun zo'rdan zo'r chiqadi-da boyagi. Kelib yotuvdi, onasini qoqib tashladi, mana bunday bo'lar. Yo, endi bundayda endi yomonlashmas, hammani palashinasi har xil. Men donatorman. Men deyotganlarni hammasini shunday bir boshidan qirib tashladi hammasini.
zotga chiqolmadi oldiga. Hech qaysi chiqolmay qoldi. Hech kim chiqolmay qoldi. Lopma lopiga Buzib urayotganlar chiqmadimi? Bor edi-ku bitta ikkita yomon urayotganlar. Hech kim chiqolgan yo'q, hech kim. Qanday lopma-lopiga uradi Nozik? Bitta kunda meni top 2 ga chiqarsa, mendan tashqari ikkita qiz. Menga kelsa ursa 300 ga, 400 ga eng zo'r ursa uradi. Qizlarga 2 million, 4 million 600 toza urganini ko'rdim. Bir kunda. Ular o'zlarini zimlakchalari-da. Zimlagi bo'lsa ham 4 ta odamga 5 million, 10 million kim lop ura oladi? Ura olmaydi. Unday odam yo'q. Mana otajonim, o'zlariga burni yo'qlasa qulog'i ko'rinar. Ko'rdingizmi? Bobom 5 million urayotgan lopga unaqa O'zbekistonga mayli Yusufda bo'lishi mumkin. Serpo. Boshqa yo'q. Bitta shu Serpo bor. Qolgani qiyin. Qiyin emas, o'zi yo'q. 5 million. Og'izga oson 5 million bez ispitaniya. U yo'q unday odam. Bizaga ham bitta yer bersin Sardor. Bizaga shokolad kerak emas, bizaga TikTok kerak Sardor. Endi himmatlari bobomda. Bobomga she'rlar, TikToklar ish emas. Joni sog' bo'lsin tog'amda. Top 1da 4 million 600 bilan turdi. Top 2da turgani 1 million qancha bilan turdi. Top 3da turgani ham 1 million qancha bilan turdi. Men 500 ga bilan turdim. 500 ga bilan bir kunda. Tushunyapsizmi? Endi u degani 10 million moneta degani. Kamida. 10 million moneta lopma-lop urayotgan odam bilmayman. Oqilibdan boshqa men unday odam ko'rganim yo'q. Ne может быть? Ko'rganimda aytaman. Ko'rgan bo'lsam ko'rgan deyman. Boshqa ko'rganim yo'q. Polni top 1 2 3 shuni o'zini 5 ta videosini shuni qanchuni qalab qo'ydi tog'a. Bo'ldi. Hech kim yaqinlasha olmadi oldiga. Hech kim. Bilmayman. Tog'a Amerikadami, tog'a O'zbekistondami, tog'a boshqa davlatdami bilmadim, lekin gap so'z bo'lishi mumkin emas. Respekt. O'zi yangi akkaunt 28. Kayfga kelgan deydi, balla unaqa Amerikada yurayotgan odam emas, kayfga. Yo'q, Amerikada ishlamaydi menimcha. Tog'a O'zbekistonda katta bizneslari bor. Bizga qiziq emas. Ishlari, kimliklari, lekin TikTokda yondirib tashladi, malades. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bir menga emas, ehson bormi? Qanday qiynalgan odamlar bormi? Beva bechoralar bormi? Boshqa odamlar bormi? Men Misrlik bilan o'ynab turibman bir kun. Noz opa, qarang. Misrlik, u ayol qiynalgan emas, men bilan o'ynab turuvdi. Oqilib tog'am shunday kirdida menga 200 ga urdida. Shuni protiv tomonga o'tdi-da, o'sha Misrlik begona, bizga umuman taalluqli joyi yo'q. Unga ham 100 ga 150 ga shunday urib tashladi. Voy, o'zimizda odamlar ko'rsin, ular mashinalik bo'ladi. O'zimizda ham hamma odam ko'rdi. Aqbalagacha urdi, aqpenlargacha. Butun mana TikTokda men streamerman degan Luboyga kirib urdi, men ko'rdim. Hammaga urdi. Butun hammaga. Mana Gucciga ham urgandir. Yo'rmadimi senga? Bitta hamma. Allama. Urgan. Palibomni senga ham urgan. Yo'q, Sardor. Urgan. Mana unaqa. Do'stlar, joni sog' bo'lsin, biz Chinorga ham anonimiz yo'q. Chinor deb yozyapsizlar, omadini bersin. Prosta tak kelgan odamlari pustoslov odamlarga urib tashladi, hurmatini yo'qotib tashladi. Mana Xatiko xon. Kecha ko'rdim. Chinorni so'kib blokladim deb video qo'yib o'tiribdi. Men ko'zim bilan ko'rdim. Men nima degandim? Chinor aka bir kun kelib, ana shular o'zingizga otiladi, ana shular o'zingizni sikadi degandim.
Mana nima bo'ldi? O'sha kunlar kelyapti mana. Men bekardan bekor gapirmayman. Chinordir rasmini qo'yib, men sizni blok qildim, Alik men seni blok qildim deb, hammasini blok qildim deb chiqdi mana xon Hatiko. O'zini o'zi sikadi. Qo'yganiganmi, urmay qo'yganiganmi? Bilmayman, videosini ko'rib qoldim. Qarasam, mana men sizlarni blok qildim, davay sizlarga deyapti. Ha? Shuncha padarkasini olib, Hatiko mana nima qildi oxiri? Normalniy odamga urish kerak-da, normalniy odam. Erta misol yo'q bo'lib ketgandan keyin ham misol TikTokda hech kim baylab qo'yilmagan. Orqasidan deb hurmatini joyiga qo'yish kerak misol. Lubope 4 kun urmay qo'ysa, 5-kunjala blok qildim deb so'kib chiqish kerak emas. Ko'rgan bo'lsa mana odamlar ham aytsin. Sardorda o'zi bitta akangiz bor-ku, o'shani haligacha bilasiz. Men Liboy akalarni hammasini shunday eslayman. Hozirgacha hammasi hurmatda mana shu yurakda urmay qo'yganiga mana yil bo'lib ketgan bo'lsa ham Mirzayev tog'alar, Keng 511 akam, Sulton akalar hammasi sertsada, hammasi yurakda. Hammasini yaxshi ko'raman. Liboy payti. Hamma akalarni yaxshi ko'raman. Prosta unday qilmasligi noto'g'ri qilibdi ekan. Dalbayob, yeban. Moskvaga chaqirmaganiga ekan yozishdi. Moskvaga chaqirmaganga shoyat bilan Mugatni chaqirib, uni chaqirmaganiga ekan yozishdi. Moskvaga ana ikkalasi borib ham qo'taq bo'lyapti. 24 soat ovqatimga pul topay deb efirda o'tiribdi ikkalasi ham. O'zi mehmon 2 kun bo'lib qaytish kerak edi, 3-kun. O'zini hurmatini bilmagandan keyin shu-da, battar bo'lsin jalab, battar bo'lsin. 2 kunni boshiga tushsin ana. Qaytish kerak. Hammani o'zini rasxoti bor, o'zini rejalashtirgan ishi bor. O'zini ishi bor bilan otaliq qolmagan-ku, aytibman, to'g'risi. Go'ch qiz, nozik qiz gaplashamiz, ha? Xo'p, mayli. Mayli, salomat bo'ling. Kulasizlar-da, hozir mana ko'zlaringni oldida bo'lgan mo'jiza-da bu. O'zlaringni ko'zlaring bilan ko'rdilaring-da. Oqilib tog'a shunday kirdi. 0 profildan shunday 28 ga chiqib qo'ydi. Mana shu yerda sizlarning ko'zlaringni oldida chiqdi mana. Yashirib chiqqan yo'q, boshqa joyga borib chiqqan yo'q. Sizlarning oldilaringda level chiqdi. Hamma levelni ko'rdinglar mana. Ko'zlaring bilan. Bitta qarasanglar 35 bo'ladi. Yana bitta qarasanglar 40 bo'ladi. Yana bitta qarasanglar 50 bo'ladi. Omadini bersin. Hasad qilish kerak emas, havas qilish kerak. Sizlar ham shunday inson bo'linglar. Prosta men qo'yil qo'ygan tomonim ba'zi birlar bo'laydi. O'zi ular donator emas. Men donatorman. Men unaqaman. Men bunaqaman deb turib zot talashaychi chiqib olib. Hammasini